Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi mashinamiz Nio brendining sub-brendi hisoblangan 10 va L60 hisoblanadi. Ushbu avtomobil haqida qisqacha bilganimcha obzor qilib beraman. L60 mashinamiz to'liq zaryad bilan 550 km masofani bosib o'tadi. 0 dan 100 gacha 5-6 soniyada chiqadi. 260 ot kuchiga ega. Balonlari Yokohama deb nomlanadigan balon bilan jihozlangan. Ushbu avtomobilimiz akustikasi 10 vani Dolby Atmos sistemasi bilan jihozlangan. Oldi o'rindiqlarda atamanka bor, passajir tomonda, abduf abagrev, ya'ni isitish ventilyatsiya tizimi bor va masaj bor. Tesla'da bo'lmagan head-up displeylarimiz ham bor. Panorama bilan jihozlangan. Orqalari ham juda ham keng hisoblanadi. Bemalol ushbu mashinaning kuzovidagi mashinalarni ichida saloni juda ham katta hisoblanadi bu mashinamizda. Rangi qora rangda. Ichki ko'jalari sifatli ko'jadan va yog'och elementidan foydalanilgan. Kimga ushbu avtomobilimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Nalichida bor, hamma ranglardan.